Assalomu alaykum. Kim yangi uydan ixcham, arzon uy qidirib yurgan bo'lsa, mana ana shu uyimizni hozir ko'rsataman do'stlar. Endi mana kengishlik yo'lgacha 7 metr bor. Ichkariga kiramiz. Yana pullangan, hozir yarim tayyor holatda ko'rsataman sizlarga. Qat yo'llar o'tkazilgan. 2 marta shpakulyovka qilingan. Yog'inda mehmonxonamiz, oynalar yine yorug'liq tashab turibdi. Bu yerga ajoyib mehmonxona. To'g'ri yuradigan bo'lsak, yana bir xonamiz bor. Bu yerda da yana batareyalar o'tgan ko'rinib turibdi. Bu xonamiz ham kattagina xona mana do'stlar. Yana koridorimizdan sanuzelga kiramiz. Sanuzelda tualet, dush, vanna, stiralka hammasi joylashadi. Bu yog'inda kuxnya. Kuxnya yana shu turgan uglovoyimizdan bo'linadi. Yog' islari, hidlari chiqmaydi. Bu oynasi bag'ayga qaragan buni, eshigi ham bag'ayga chiqib ketadigan eshik. Mana shu yerda so'rlar qo'yib o'tirishingiz mumkin bo'lgan. Mana maydonlarimiz bor. Mol boqaman, tovuq boqaman desangiz imkoniyatlaringiz bo'ladi. Kichkina yeni bog'chani bog' qilib qo'ysangiz yana bir ajoyib yerlarimiz bor. Yana do'stlar ajoyib uy. Murojaat qilaverasizlar. Betonlar bilan bostirilgan. 2 etaj qilaman desangizlar ham fundamentlari, podushkalar bilan qilingan uylarimizdan biri bu. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimni ko'rsatib qo'yaman. Kelishuvlar bo'ladi. Bahosi remontni kirib yashashga tayyor uyimiz 445 million bo'ladi do'stlar. Kelishuvlar bo'ladi ustunda. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarim ko'rinib turibdi. Silkalarim ko'rinib turibdi. Silkalarga bossangizlar, Telegram kanalimga kirasizlar. Ana shu yerda ko'pgina uy-joy, yerlar haqida ma'lumotlar bor. Do'stlar, ana shu uylarimizdan yana sotilish kerak bo'lgan uylarimiz bor. Ko'rsataman sizlarga hozir mana. Ana shu uglovoy uyimiz ham sotiladi. Mana bu yog'inda o'yingohlar yonida. Mana kiraverishimizda yana xuddi shuning o'zi bu chap tomonga qarab tushgan. Ko'rsatganimiz remontli, yarim remontlimiz o'ng tomonga qarab tushgan. Bir xil stilda, bir xil chertyojda qilingan do'stlar. Orqasida bog'lari bor. Oldinda kengishlik maydonlari bor mana do'stlar. Dim ajoyib qulay, o'zining bahosina yarasha 2 xonali remontli kvartiramiz yoki 3 xonali remontsiz kvartiramizning puli bo'lib turibdi bu. Do'stlar, bahosina keladigan bo'lsak, bu ana shu domlardagi 3 xonali kvartiraning pulina to'g'ri kelib turibdi. Oldinda kengishlik maydonlari, ichida 5 qat joyi bilan, orqasida bog'lari bilan o'zining hozir aytib turgan bahamiz rayon bo'yicha eng arzon baholardan biri bo'ladi. Remontli 445 million bo'ladi do'stlar. To'g'ri kirib yashayverasizlar. Tayyor uylarimizga murojaat qilinglar.